Korzinka Go'dan raspakovka videolarimni yaxshi ko'radigan qizlar bor, bilaman. Har doim yozishadi. Shunga sizlarga erimay video olaman. Bu safar bunaqa zavtrakka narsalar oldim. Bunaqa ovishlar oldim. Zamorozka bugun yaxshi ujin tayyorlayman, xudo xolasa. Pomidorchiklar mana buni qaranglar. Yo'ldan o'zib kelayotganga o'xshaydi. Svejiy zelenlar и mo'yishlar. Sizlarga doim aytaman, hamma отделda skidkada narsalar bo'ladi. O'shaning uchun mana shunaqa aralash qilib olaman. Agar hech ham zakaz qilib ko'rmagan bo'lsangiz, sizga shu yerda ilovaga silka qoldiraman, kirib ko'rib chiqinglar. Birinchi 3 ta zakazinglar uchun 30 mingdan skidka hali ham bor. 250 mingdan oshsa, o'sha 3 ta tovaringlarni tekin dastavka qilib berishadi. Bu вообще удобно. Ayniqsa mana bu gellarni ham zo'r narxlarda olsanglar bo'ladi. Men ularni ham aytganimda yarim narxga oldim. Xullas, sizlar ham bitta kirib ko'rib chiqinglar. Обязательно uyga dastavka qildiringlar. Mana bunaqa narsalarni achib yomon bo'lib qolmaydi, muzni yaxlatib olib kelib berishadi. Endi bilan tez joylayman.